Koxlear implantli bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish. Bunda koxlear implantatsiya haqida tushuncha, korreksion rivojlantiruvchi o'yinlar, emotsional nutqiy materiallar kabi rejalardan foydalaniladi. Koxlear implantatsiya eshitmaydigan, ya'ni kar va zaif eshituvchi bolalar eshituvchilar dunyosiga kirish va dunyoni ovozlar, tovushlar orqali idrok imkoniyatini yaratuvchi hozirgi kunning eng samarali usullari hisoblanadi. Bunda bolalarning ovozlar, musiqa, nutq va boshqa tovushlarni eshitishi va o'zini jamiyatda, ijtimoiy hayotda erkin idora qilish imkoniyatiga ega bo'lishiga misli ko'rilmagan yordam beruvchi bu vosita fan va texnika rivojidagi katta ahamiyatga ega kashfiyot. Koxlear implant termini metodika, operatsiyadan oldingi saralash, mijozini tayyorlash, xirurgik aralashuv, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya va koxlear implant qo'yiladigan operatsiya tushuniladi. Bu metod odam organizmiga o'rnatilgandan so'ng elektrik impulslar tashqi mikrofonga keladi. Nerv sistemasi bu signallarni qabul qiladi. Shuning bilan teri ostiga implant tanasi qo'yiladi. Chig'anoqqa elektrod massiv boradi. Tashqi nutq protsessori audio protsessorga mikrofon orqali kelib tushadigan ovozni uzatadi. Koxlear implantatsiya eshitishda koxlear muammosi bo'lgan bolalarga atrofidagi barcha tovushlarni eshitish, farqlash, nutqni eshitish, o'z nutqini eshitish va o'qituvchining nutqi talaffuzi bilan solishtirish orqali uni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Lekin ushbu jarayon o'z-o'zidan ro'y bermaydi. Bunda ham albatta reabilitatsiya jarayoni kerak bo'ladi. Koxlear implantli bolalarni nutqni ravon qilishda, shu bilan birga jamiyatga to'laqonli kirishiga yordam berish uchun harakat qilishimiz zarur. Biz bunda reabilitatsiyaning nutq reabilitatsiyasi turidan foydalanamiz. Koxlear implantatsiya tizimi tashqi qism, ichki qism va o'rta qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Abilitatsiya paytida koxlear implantli bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan metodlar. Maktabgacha yoshdagi koxlear implantli bola bilan olib boriladigan reabilitatsion ishda zaif eshituvchi bolalarga nisbatan qo'llaniladigan hamma metodlar to'g'ri keladi. Biroq bu o'rinda o'ziga xos jihatlar ham mavjudki, ularni qaysi metod qo'llanishidan qat'iy nazar e'tiborga olishimiz lozim. Birinchidan, abilitatsion ishning dastlabki yilda asosiy ish eshitish idrokini rivojlantirishga qaratilishi kerak va buning uchun avvalambor kundalik odatiy vaziyatlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchidan, koxlear implantli bolada qisqa vaqt ichida tabiiy eshitish idrokini rivojlantirish hamda bunda bolada me'yorda eshitadigan bolalar kabi o'z nutqini va o'zgalar nutqini idrok etib tushunish darajasiga erishish vazifasi turadi. Uchinchidan,